Okey, yana yengillik keldi. Shu men kelganimdan foydalanib yopishtirib olasiz. Kirishda biz sira joy tanlab qo'ydik, yopishtiramiz endi. Qani bitta ko'rsa. MDF panel. MDF paneli. O'zini tarog'i bor, o'zini listi bor. Yo'q. Eng zo'r tomoni 120 ga 280 lik list qildik. Uncha-munchasida yo'q deyapti. Ko'pchilikda yo'q unaqa razmer. Bor. Taroqlari ham bor. Qani hozir germetikka surdik-a bunga. Germetikka surdik. Bitigos. Endi listini ko'ramiz yopishtirib. Mana aka germetikani surib oldik. Bitigos endi yopishtiramiz listini. Hozirchaga buni 9 xil qilib keldi. Bitta uni obzor qilib ko'rsatib beramiz. Hammasini o'zining taroqlari bilan bor. Rangi bir xil bo'ladi. Xohlasanglar buni eshik uchun ham ishlatsangiz bo'ladi. Xohlasanglar skrit eshiklarga ishlatsangiz ham bo'ladi. Xohlasanglar qanaqa dekoratsiya uchun ham ishlatsangiz bo'ladi. Sifatlari juda ham zo'r. Qalinligi 6 mmlik. Azmini yasatib o'taman 280 ga 120. Uncha-munchasida yo'q degan razmer 1 metrligi bor, 70 santimetrlik bo'ladi MDF ko'p joylardan. Bizlar buni 120 lik qilib 280 lik qilib chiqardik, xudo xolasa. Sharoit to'g'rilab, cho'tki zakazini qilibsizlar, xullas. So'chchilik 120 so'rab keladi, shuning uchun mana 120 lik razmeri. Tayyor bemalol kelib zakaz qilib razmerlar, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Cho'tki chiqyapti, lekin narxlarini o'sha. O'sha nima edi? O'sha. Plyusini qoldirasizlar. Va videodagi nomer bo'ladi, eslashda kerak bo'lsa. Lekin buni o'zim uyda yopishtirib olayotganman. Ko'rdinglar, devorlar tekis bo'lsa. Tekis bo'lsa. Ha, taroni ham germetikka surib turib, cho'tki qaranglar.